Baxtiyorjon. Assalomu alaykum. Qo'madingizmi? Va alaykum assalom. Nega buncha bemavrid chaqirdingiz? Tinchlikmi? Vaziyat keskinlashib ketishi mumkin, Tolip aka. Siz u qizni bilmaysiz. Murod akaning aytishicha, o'g'lida uni ko'ngli bor ekan. Faqat ota-onasi sizdan istihola qilishlari mumkin. Shuning uchun ham oraga tushib tezlatishga yordam bering dedim. Siz faqat Murodni bilasiz. Nodirani ham, Abduxoliqni ham bilmaysiz. Vaziyat Murod aytgandek oson, oddiy emas. Qiz umuman ko'nmaydi. Abduxoliq Xudoni o'rtaga qo'yib gapirdi. Axir u qizini sizdan, mendan ko'ra yaxshiroq bilsa kerak. Men unga tushuntirishga harakat qildim, ko'nmayapti. Mendan xafa ham bo'ldi. Shunda ham bir amallab qizi bilan gaplashib olishga zo'rg'a ko'ndirdim. Tolip aka, tushundim sizni. Gap tarqab ketishi mumkin. Nega? Nega tarqaydi? Aksincha. Axir ish osonroq ko'chadi-ku. Qanaqasiga? Ha, agar qiz o'g'limni haqiqatdan yaxshi ko'radigan bo'lsa, sirni ochmaydi. Bu birinchidan. Xo'p, Ha, ikkinchidan faqat shu yo'l bilan men uni ko'ndira olaman-da. Tolip aka, sizni tushundim. Lekin u qiz o'g'lingizni yaxshi ko'rmasa-chi? Sir ochilmasligiga kim kafolat beradi? Gap ochiladigan bo'lsa, bu odam hech narsadan qaytmaydi. Shuni bilasizmi? Bilaman, bilaman. Tolip aka, shuning uchun ham boshqa yo'lini topish kerak deyapman-da. Men hayronman. Abduxoliq aka nega ko'nmayapti o'zi? Qizi rozi bo'layotgani uchun ko'nmayaptimi? Yo'q. O'zini ham xohishi yo'q. Murod akani aytishicha, u kishiga katta yordam bergan ekan. Shuning uchun ham qizini bir deganimdan beradi degandi. Murodni bilmaysiz-da, doktor. Yordam bergan bo'lishi mumkin, lekin 3 hissa ortiqroq qilib manfaat ko'radi. Biroq u hech qachon masalani bu tomonini gapirmaydi. Balki agar qizni men ham ko'ndira olmasam, mana shu sirni bilgan taqdirda ham ko'nmasa-chi, unda nima bo'ladi, doktor? Xudo ko'rsatmasin u. Unda juda ham yomon bo'ladi, Tolip aka. Bu odamning birdan bir niyati shu qizni o'g'liga olib berish. Rostdan ham o'g'li qizni qattiq yaxshi ko'rib qolgan deydi. Hamma gap shunda-da, aka. Doktor, Nodira meni o'g'limni yaxshi ko'radi. Endi bunga shubham yo'q. Buni mana endi tushunyapman. Qiz o'g'limni yaxshi ko'rishini Javlon otasiga aytgan bo'lsa kerak. Murod nima qilib bo'lsa ham vaziyatni o'zi tomonga og'dirmoqchi-da. Agar Nodira o'g'limni yaxshi ko'rmaganda, Murod undan bunchalik nafratlanmagan bo'lardi. Tolip aka, adashayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Chunki o'tmishlaringizda boshqa bir fojia ham bor-ku. Murod aka ko'proq o'shani alamini olmoqchi bo'lyapti. Bo'lishi mumkin. Doktor, iltimos sizdan bu yog'ini menga qo'yib bering. Agar qiz ko'nmasa-chi, keyin nima qilasiz? Bilmadim. Yaxshi ko'rmagan taqdirda ham. Axir bir yosh jonni juvon marg qilishni istamas axir. Tolip aka, u qiz o'g'lingiz uchun hayotini tikmaydi. Yaxshi ko'rsa tikadi. Tolip aka, siz qizni taqdirini o'ylayapsizmi o'zi? O'g'lingizni yaxshi ko'rsa boshqasiga tegadimi? Yaxshi ko'rgandan keyin hayotini saqlab qolish uchun ham tegadi-da. Ha, birovni qizini qarzdor qilib qo'ydingiz-ku aka.
Siz o qizni taqdirini o'ylamayapsizmi? O'ylayapman. Axir unga haqiqatni aytishdan boshqa choram yo'q-ku. Tolip aka, sizdan yordam zarur bo'lgani uchun mana shu haqiqatni aytdim. Ravshanni hayotini saqlab qolish uchun shunday qildim. Lekin siz ishni umuman boshqa tarafga burib tashlayapsiz. Mendan xotirjam bo'ling. Nima qilib bo'lsa ham uni ko'ndiraman. Dadasini aytishi agar rost bo'lsa, Ravshan o'lganini eshitgandan keyin qiz borib o'zini osgan. Ammo bir narsani aniq bilaman. Nodirani men qabristonda ko'rganman. Janoza kuni ham o'sha yerda edi. Borgandi. Agar yaxshi ko'rmasa, o'zingiz o'ylab ko'ring, borarmidi o'sha yerga? Shunaqami? Ha-da, shunaqa. Men ko'rganimni aytyapman, doktor. Unda Murod akani gaplari yolg'on ekan. Ha, Murod bir yolg'onchi odam bo'lsa, Agar qiz o'g'lingizni yaxshi ko'rsa, demak siz qizni taqdiri haqida umuman o'ylamayapsiz aka. Men ish boshqacharoq tus olishini kutgandim. Doktor. Men Nodira bilan bir marta gaplashay. Gaplashib ko'ray, keyin nima bo'lsa bo'lar. Endi nima bo'lishini Xudo biladi, Tolip aka. Mayli, men va'dangizni oldim. Sizga ishondim. Agar Xudo ko'rsatmasin, bu ishlarning oxiri baxayr bo'lmasa, Tushundim, doktor. Men sizni tushundim. Mayli, men borib harakatimni qilay. Faqat iltimos sizdan meni xabardor qilib turing, xo'pmi? bo'ldi, Xo'pmi? aka, qo'ng'iroq qilaman. Ha. Xo'p, mayli, rahmat. Dadasi somsa yopgandim. Issiqqina. Yeb oling. Bugun Abduxoliqni qizi bilan ko'rishim kerak. Dadasi, Nodira o'g'lingizni yaxshi ko'radi. Ular gapiraveradi. Sal bo'lmasa meni ham xayolim bo'lindi-ya. Mana ko'rasiz. Nodira rozi bo'ladi. Ravshan uchun rozi bo'ladi. Kecha doktor menga bir gap aytdi. Tuni bilan mijja qoqmay shuni o'ylab chiqdim. Nima dedi? Agar Nodira Javlonga tegishga ko'nsa, keyin o'zini taqdiri nima bo'ladi? Hozir Ravshanni jonini asrab qolaylik. U yog'i bir gap bo'lar. O'z bolangni o'ylayapsan, onasi. Boshqani bolasichi. Dadasi, oldin Nodira bilan gaplashib ko'ring. Nima bo'lganda ham Nodirani bilmaymiz-ku. Balki u rozi bo'lar. Buncha chigal bo'ldi bu. Abduxoliq akadan ruxsat olganingiz yaxshi bo'ldi. Mana endi bemalol borib gaplashishingiz mumkin. Bo'pti. Men ketdim. Xudo mushkullarimizni oson qilsin, ilohim dadasi. Amin. Yaxshi borib keling. Aytganing kelsin.
Domla, agar Nodira kelib o'qimasa nima bo'ladi? O'qishi saqlanib qoladimi? Endi buni faqat Nodirani o'zi hal qiladi. O'qiyman deydigan bo'lsa, akademik ta'tilni tugatish haqida ariza yozish kerak. Uni nomidan kelganingiz uchun sizga shartnoma berishgan. Pul qaytib olinmasa, talaba ham darsga kelmasa, undan keyin boshqa muammo chiqadi. Ingliz tilidan tayyorlanishimiz kerak. Domla o'tirgan mavzular bo'yicha savol Talaba javob qilaman. o'qishdan haydaladi. Pul to'lab qo'yib darsga Og'zaki kelmaydi. bo'larmikan yoki yozma? Buni sizga o'tgan safar ham yaxshi tushuntirdim. bo'lardi-da. Ha, yaxshi bo'lardi. Avval bo'lajak kelin bilan maslahatlashmabsiz-da. Menga qarang. Hali o'qish niyati yo'q ekan, nega pul to'ladingiz? Mana undan 3 ta nusxa chiqarib bering. Men gapirdingizmi? Ha, sizga gapirdim. Tezlashtiring. Bo'la qoling. Xo'p bo'ladi, domla. Domla, o'qimoqchi edi u. Xo'sh. O'qiyman degani uchun pul to'lagandim. Ha, o'qimayman deb ketib qoldi-ku. Fikri o'zgargandir-da. Uka. Avval maslahat qilib, keyin ish qilinglar. Pul to'lagan bo'lsanglar ham, ariza yozilmagani uchun buyruq chiqarmaymiz. Pulingizni qaytarib oling. Xo'p. Mayli, uzr domla. Xo'p. Tavba. Puli borlarni o'qigisi yo'q. O'qiyman deganlarni puli yo'q. Domla, meni aytyapsizmi? Ko'p gapirmasdan tezlashtiring. Hozir qaytayotganda olib chiqib ketaman. Xo'p. Bo'ling tez. Xo'p, hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum Ziyoratga assalom. chiqamizmi, amaki? Yo'q. Nega? Qizim. Avval savolimga javob ber. Qanaqa savol? Sen Ravshanni yaxshi ko'rarding, to'g'rimi? Ravshanni hayotga qaytarish uchun hamma narsaga tayyor bo'larmiding? Amaki. Nimalar deyapsiz? Tushunmayapman. Sen savolimga javob ber. Ha. Lekin bu gaplarni nima keragi bor, amaki? Qizim. Ravshan tirik. Nima? Ha. Ravshan tirik. Men jiddiy gapiryapman. Amaki. Bolajonim. Meni aqlim joyida. Lekin endi sen menga yordam bermasang, aqldan olishim hech gap emas. Ravshanni o'ldi degan xabar tarqatish uchun bizga boshqa bir odamni jasadini jo'natishgan, qizim. Kim? Gap oramizda qolsin. Menga yordam berishing kerak, qizim. Ravshan u yoqda o'lib ketmasligi uchun sen Javlonga tegishga rozi bo'lishing kerak. Javlonga? Nega? Yo'q.
Bo'lishi mumkin emas. Shunday bo'ldi qizim. Murod bilan o'g'li Javlon mana shu ishga qo'l urishgan, qizim. Javlon? Ha. Dadasi ikkalasi. Sen Ravshanni yaxshi ko'rganing uchun ular o'g'limni nima qilib bo'lsa ham oramizdan ko'tarishga qasd qilishgan. Rostdan ham o'ldirib yuborishlari mumkin edi. Lekin ular o'ldirishdan ko'ra tiriklayin menga azob berishni afzal bilishgan. Seni katta pul evaziga sotib olmoqchi bo'lishdi. Dadangni esa bemalol gapga ko'nadi deb o'ylashgan. Ota bola to'y kuni aynan o'sha bazm kechasi Ravshanni to'yxonaga kirib kelishini rejalashtirishgan. Yo'q. Amaki, sizga kim aytdi bu gaplarni? Yolg'on bular, yolg'on. Nega menga ishonmaysan, qizim? Men Ravshanni dadasi bo'la turib seni aldaymanmi, qizim? Doim mana shu qabristonga kelib Ravshan akani qabri boshida ular bilan uzoq gaplashaman. Har safar meni tinch, xotirjam holda eshitadi. Qizim, menga qara. O'zingni tut. Meni gaplarimga quloq sol. Hozir ish shu darajaga yetdiki, agar tezroq harakatimizni qilmasak, ular Ravshanni o'ldirib, jasadini yuborishadi, qizim. Ayting amaki. Nima qilay? Sizni yolg'oningizga ishonishim uchun nima qilishim kerak? Yo'q, yolg'on emas bu, Unda qizim. nima? Ravshan akani ko'mgan bo'lsangiz, ma'rakalar o'tgan bo'lsa, Murod amaki bilan Javlonni o'yini bu. Murod aka dadamni sotib ola olmagach sizni yollagan. O'lgan odamni tirik deb Javlonga tegmasang, Ravshan o'ladi deb go'shangiga tiqmoqchimisizlar meni? Amaki, meni shuning uchun to qabristongacha olib kelish shartmidi? Menga rahmingiz kelmadimi? Qizim. Sen shu yerda tura tur. Ketmay tur, xo'pmi? Men hozir kelaman. Ketmay tur, hozir kelaman. Bo'ldimi? Tanishib chiqdingizmi? Ha, tanishib Qo'l chiqdim. qo'ydingizmi? Qo'l qo'ydim. Demak, hammasini tushundingiz-a? Ha,
Bizda kredit yillik 22% ni tashkil qiladi. 6 oygacha imtiyoz davri beriladi. 6 oy imtiyoz davri davomida faqat foiz qismini to'laysiz. 6 oydan keyin asosiy qarz bilan birga yopib borasizlar. Solih aka olib kelgan shartnomalarga asosan bugundan boshlab pul o'tkazila boshlaydi. Taxminan qancha o'tkazasizlar? Ikkita shartnoma bo'yicha. Birinchi shartnoma bo'yicha uskunalarga o'tkaziladi. Ikkinchi shartnoma bo'yicha xomashyoga o'tkaziladi. Loyiha bo'yicha kreditimiz 1,5 milliard so'm pulni tashkil etadi. Rahmat. O'tgan safar bu yerga qo'l qo'ygandingiz. Sanasi noto'g'ri ketgan ekan. Yangilandi. Hozir nimalarga qo'l qo'yayotganingizni bilyapsizmi? Ha, bo'layotgan ishlardan xabarim bor. Tushunmagan narsangiz bo'lsa so'rang. Xo'p. Sanasi noto'g'ri ketibdi. Shuni to'g'rilab qo'yildim. Mol-mulkingiz garovga qo'yilayotganda, garovning umumiy qiymati olingan kreditning 125% ni tashkil etish haqidagi hujjat bu. Bank tomonidan baholangan. Yaxshi, nasib bo'lsa, buni cho'zib o'tirmayman. Xudo xohlasa yarim yilda qutulamiz. Niyatingizga yeting. Qancha tez boshlasangiz, bizga ham shuncha yaxshi bo'ladi. Xo'p. Bu hujjat sizga. Omadingizni bersin. Xo'p, rahmat. Xayr. Ko'rishguncha. Sog' bo'ling. Xayr. Nima bo'ldi? Bitdimi? Qarigan chog'imda to'g'ri ish qilyapmanmi? Ha, mayli. Nima bo'lsa bo'ldi. Ustoz, nima bo'ldi o'zi? Ha, bitti. Qarigan chog'imda shuncha pulni bo'ynimga olib, to'g'ri ish qilyapmanmi deb o'ylayapman. Ustoz, hammasini o'ylab qo'yganman. Xudo xohlasa, zo'r bo'ladi, yaxshi bo'ladi, ustoz. Ustoz, men shunday o'ylaganmanki, O'zing ishonasanmi shu gapingga? albatta. Albatta, ustoz. Ushla. Ustoz, mana qarang. Ravshan aka. Ular meni ko'ndira olmaganlaridan keyin sizni dadangizni ishga solishdi. Aslida ta'ziyangiz kuni to'g'ri qilgan edim. Agar o'zini o'ldirgan odamga janoza o'qilganida edi. O'zini o'ldirgan odam Allohning qahriga duchor bo'lmaganida edi. Qo'rqaman. Qo'rqaman Ravshan aka. Lekin yashagim ham kelmayapti. Yashashni xohlamayman. Ular o'qituvchilarimgacha oraga solishdi. Hatto dekan ham dadam bilan gaplashdi. Hech ko'nmasligimni bilganlaridan keyin dadangizni ishga solishdi. O'lsam ham tegmasligimni bilganlari uchun dadangizni sotib olishdi. Endi amakim kurakda turmaydigan gap bilan meni ko'ndirmoqchi bo'lyaptilar. Mana qizim.
Bu Qur'oni Karim. Gapim rost bo'lgani uchun Qur'onni olib qasam ichmoqchiman. Qasam ichib aytaman. Biz bu qabrga ko'mgan jasad 70 dan oshgan qarovsiz odamning jasadi. Chunki men uning tirnoqlaridan, sochlaridan olib DNK qildirdim. Bu jasad Ravshanniki emas. Men hech qachon hech kimga sotilmayman. Menga pul kerak emas, menga bolam kerak. Gaplarim rost bo'lmasa, qo'limga Qur'onni olib qasam icharmidim? A? Ravshan aka tirikmilar amaki? Ravshan tirik. Tirik qizim. Amaki, ular tirik bo'lsalar qayerda ekan? U hozir Rossiyada, lekin aynan qayerdaligini bilmayman. U tirik qizim, tirik. Unga yordam berishimiz kerak. Qaytib kelishi uchun seni yordaming kerak, Nodira. Agar bu sirni ochib qo'ysak, Ravshanni o'ldirib yuborishadi, qizim. Tirik bo'lsalar nega kelmayaptilar? Kelishiga yo'l qo'yishmayapti-da, qizim. Men ham sendek adoyi tomon bo'ldim. Yig'lama, qizim, tur. Tur o'rningdan. Bo'ldi, yig'lama. Hozir sening yoningda dadangdan boshqa hech kiming yo'q. Ravshanning yonida ham mendan boshqa hech kimi yo'q, qizim. Endi Ravshanni birgalashib qutqarishimiz kerak, qizim. Menga yordaming kerak. Yur, qizim. Abduxoliq yordamimni jon deb qabul qilishga tayyor. Lekin menimcha u Tolibdan uyalyapti. Dada, Abduxoliq akam bilan gaplashgan. U sizdan pul olmoqchi emas. Soliq akani aytishi bo'yicha kreditlari hal bo'ldi. Kredit hal bo'ldi degani Abduxoliq yordamdan voz kechdi degani emas. Qanday? Dadangni hali ham bilmaysan-da, o'g'lim. Rostdan ham siz o'ylagan narsalar tushimga ham kirmaydi, dada. Sen-ku mayli, lekin ana bu tovuq miyalar o'ylab ko'rsa bo'lmaydimi? Ularga buyurtmani kim olib beryapti? Ikki og'iz gap bilan yo'q qilaman. Ana o'shanda kelib oldimda tiz cho'kadi. Tolibdan uyalayotgan bo'lsa, Tolibning o'zi gaplashadi. Ko'nsa ko'nsin. Ko'nmasa qizini o'zi yetaklab olib kelib beradi. Dada. Shungacha bormaylik. Yaxshi. Bu yog'i senga bog'liq. Ko'nmay qayoqqa ham borardi, dada. Mayda-chuyda ishlaringni qo'y, o'g'lim. Juda noz qilaveradigan bo'lsa, olib qoch. Ko'nmaydigan qizni olib qochib bo'ladimi, dada? Uni ko'ndiraman. Ko'ndir. Shu paytgacha senga Ravshan xalaqit berayotgan edi. Ana endi yo'ling ochiq. Vaqtni cho'zma. U romantikani yaxshi ko'radi, dada. Pulga xushi yo'q. Lekin baribir ko'ndiraman. Assalomu alaykum, xo'jayin. Aytganlaringizni bajardim. To'xtatdilaringmi? Ha, to'xtatdim. Faqat kattaga kim aytadi? Sen bilib ishingni qilaver. Kattaga o'zim yo'l topaman. Xo'p bo'ladi. Bora qol. Xo'p.
Aytganlarimni og'ishmasdan qil qizim. O'tinaman sendan. Seni qaro yerga kirgunimcha duo qilaman. Bolajonimni, Ravshanni asrab qolaylik. Bitta-yu bitta o'g'lim o'sha yerlarda juvormak bo'lib ketmasin, qizim. Yordam ber. Yordam ber, bolajonim. Men fikring o'zgarib qolishidan qo'rqyapman. Amaki, qo'rqmang. Ravshan aka tirik qolishi uchun so'zimda turaman. Bolajonim, meni kechir. Senga hech kim chiday olmaydigan vazifani yuklayapman. Meni to'g'ri tushun. Bu oramizdagi sir. Senga omonat bolam. Agar bu sir ochiladigan bo'lsa, bolam juvormak bo'ladi. Sen tegishga rozi bo'lmasang ham bolam juvormak bo'ladi. Meni tushun. Amaki, men shu yerda tushib qolaman. Nega? Uyga olib boraman. Yo'q, shu yerda qolaman. Hozir uyga kira olmayman. Yuragim ko'tarmaydi. Ha. Mayli. Faqat ehtiyot bo'l, qizim. Hammasini o'ylab qil. Zarracha bo'lsa ham shubhaga o'rin qoldirma, qizim. Xo'p, harakat qilaman. Lekin baribir siz bilan gaplashganimdan keyin fikri o'zgardi deb o'ylashadi. Nima deb o'ylasa ham mayli. Mayli. Faqat sirni oshkor qilma. O'tinaman sendan. Xo'pmi? Xo'p. dardlaringni qanday artar, qorong'u bu dilni qanday yoritar, dunyo dardlaringni qanday artar, qorong'u bu dilni qanday yoritar, shunchalar mushkulmi senda baxt topmoq, ayt kimni do'st bilib, kimni yor etar, shunchalar mushkulmi senda baxt topmoq, ayt kimni do'st bilib, kimni yor etar, dunyo dardlaringni qay birin aytar. İçimden çıksa, nafs uchun borini g'animga sotsa, kulsa so'ng ko'zimdan qonli yosh oqsa, dunyo g'amlaringni qay birin aytay, kulsa so'ng ko'zimdan qonli yosh oqsa, dunyo g'amlaringni qay birin aytay, dunyo g'amlaringni qay birin aytay, ko'hnasan shunchalar tilsiming bilma,
makru hiylalarga sira bas kelma. Meni ado qildi hijronu alam, dunyo g'amlaringni qanday aritay. Meni ado qildi hijronu alam, dunyo g'amlaringni qanday aritay. Dunyo g'amlaringni qay birin aytay. Ey aziz insanım, anglamas gaho, sevgim yuragimni ilinji tanho. Men sendan so'ramam boylik bebaho, dunyo g'amlaringni qanday aytay. Men sendan so'ramam boylik bebaho, dunyo g'amlaringni qanday aytay. Dunyo g'amlaringni qay birin aytay. Azal va'dasini unutib inson iblisning makriga uchar u mudom. Tokay azoblarga mahkumdir bu jon, ko'nglim dardlaringni qanday aritay. Shunchalar mushkulmi senda baxt topmoq? Ayt kimni do'st bilib, kimni yor etay.